Jahon chempionatiga chiqish ham oliygohga kirishdek gap. Bir yiqilsang yana topshirasan. Unisi o'xshamasa yana urinasan. Bizdan uzoqlashmang. Yaqin tarixdagi o'zbek futbolidan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Do'stlar, fikr va takliflar bilan ishimizda faol qatnashayotganingizdan behad mamnunmiz. Sizning har bir izohingiz biz uchun ahamiyatli, faoliyatimizda yo'lchi yulduz. Kanalimizga qilayotgan beminnat yordamingiz uchun esa alohida rahmat. Karta raqamlarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Iltimoslaringizga labbay deb bugun milliy termamizning yana bir mundial kvalifikatsiyasidagi ishtirokiga to'xtalamiz. Navbatdagi urinish, navbatdagi sinov. Demak, O'zbekiston milliy terma jamoasi 2014-yilgi jahon chempionati saralashida. Braziliya 2014 mundialiga Osiyodagi saralash o'yinlari 2011-13-yillarda bo'lib o'tdi. Jarayon qariyb 2 yil 3 oyga cho'zildi. 43 ta jamoa 4,5 ta yo'llanma uchun kurashni olib bordi. Osiyo play-offini ham qo'shib hisoblaganda saralash 5 ta raunddan iborat bo'ldi. O'zbekiston jamoasi o'sha 5-bosqichgacha yetib bordi. Umumiy hisobda 18 ta uchrashuv o'tkazdi. Gapiraman desa gap ko'p. Bir kinofilm qahramoni aytganidek, qani bir boshdan gapirchi. Hammasini bir chekkadan boshlaymiz. Jamoamiz saralash o'yinlariga trener Vadim Abramov qo'l ostida kirishdi. U 2010-yilning martida Osiyo Kubogi saralashi doirasida Toshkentda Birlashgan Arab Amirliklaridan mag'lubiyatga uchralgandan keyin Mirjalol Qosimovning o'rniga tayinlangandi. Mutaxassis murabbiy vazifasiga apreldan kirishadi. Abramov mavzusiga hali yana qaytamiz. Jamoamiz kurashni ikkinchi bosqichdan boshladi. Unda 30 ta jamoa, 15 ta juftlik bo'lib, 2 o'yinda kuchlisini aniqlab berishi va omadlilar 3-bosqichga o'tishi kerak edi. O'yinlar 2011-yilning 23 va 28-iyulida bo'lib o'tdi. O'zbekiston milliy termasi Qirg'iziston bilan o'ynadi. Jiddiy muammo bo'lmadi. Toshkentda 4-0, safarda 3-0 hisobidagi 2 g'alaba bilan jamoamiz keyingi bosqichga o'tdi. 3-raundda shu bosqichdan chiqqan 15 ta va reytingga ko'ra yuqorida bo'lgan 5 ta, jami 20 ta terma jamoa 5 ta guruhga bo'linib kurashni davom ettirdi. O'zbekiston C guruhiga tushdi. Bizga Yaponiya, Shimoliy Koreya va Tojikiston raqib bo'ldi. O'yinlarga 11-yilning sentyabrida start berilib, oxirgi tur kelasi yilning 29-fevralda bo'lib o'tdi. Guruhda yuqori 2 o'rinni olgan jamoa 4-raundga chiqardi. Jamoamiz birinchi turda Tursunzoda shahrida Tojikiston termasiga qarshi o'ynab 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Maksim Shaskek gol muallifi bo'ldi. 6-sentyabrda Toshkentga Yaponiya jamoasi keldi. Stadion liq to'ldi. Muhit dahshat edi. O'yin ham zo'r bo'ldi. 8-daqiqada Jepar hisobni ochgan bo'lsa, raqib hujumchisi Shinzi Okazaki 65-daqiqada hisobni tenglashtirdi. 1-1. Jangovar va hujumkor o'yin shu hisobda yakunlandi. Esingizda bo'lsa, shu futbolchi 2009-yilda Toshkentdagi saralash o'yinida ham gol urib ketgandi. O'shanda Yaponiya 1-0 hisobida g'alaba qozongandi. Jamoamiz bu bosqichda faqat shu o'yinda ochko yo'qotdi. Qolgan 4 ta uchrashuvda g'alaba qozonildi. Toshkentda Shimoliy Koreya 1-0, Kapadze to'p kiritadi. Tojikiston 3-0 ga mag'lub etiladi. Tursunov, Ahmedov, Genrix gol urishadi va oxirgi turda kelasi yilning 29-fevralida safarda Yaponiya ustidan g'alaba qozoniladi. Aleksandr Shadrin o'yindagi yagona gol egasiga aylanadi. Bu yutuq milliy jamoamizning shu paytgacha yaponlar ustidan qozongan yagona yutug'i bo'lib turibdi. O'zbekiston termasi 5 ta g'alaba, bitta durang bilan 16 ochko to'playdi va birinchi o'rinni oladi. Yaponiya 10 ochko bilan ikkinchi bo'ladi va shu ikki jamoa keyingi bosqichga o'tadi. 4-etapda 10 ta jamoa 2 guruhdan 5 tadan bo'lib kurashni davom ettirdi. Reglament avvalgi saralashdan farq qilmadi. Guruhlarda yuqori 2 o'rinni olganlar mundialga to'g'ridan to'g'ri chiqadi. 3-chi bo'lganlar o'zaro 2 o'yinlik play-offda qatnashadi. G'olib jamoa CONMEBOL mintaqasi, ya'ni Janubiy Amerika vakili bilan yo'llanma uchun kurashadi. Avvalgi saralashda OFK vakili Okeaniya a'zosiga ro'para kelgandi. O'zbekiston terma jamoasi A guruhida Eron, Janubiy Koreya, Qatar va Livan termalariga qarshi o'ynaydigan bo'ldi. Birinchi turda milliy jamoamiz poytaxtdagi Jar stadionida Eronni qabul qildi. O'yinni hamma ko'rgan. Undagi eng esda qolarli holatlarni yodga olamiz xolos. Ikkinchi taymda Odil Ahmedovning zarbasidan keyin to'p tasvirda ko'rinishicha darvoza chizig'idan o'tib qaytib chiqadi, lekin hakamlar golni inobatga olmaydi. Shu voqea haqida gap ketganda yaponiyalik hakam Nishimurani ayblash odat bo'lgan, lekin gol bo'lganini birinchi chiziqdagi hakam ma'lum qilishi kerak edi. Maydon ichidagi referi emas. Xullas, gol hisoblanmaydi. Yana so'nggi daqiqa sindromi.
90+3-daqiqada raqiblarning tezkor qarshi hujumi gol bilan yakunlanadi. O'yinda sezilarli ustunlikka ega bo'lgan, tinimsiz hujumlar uyushtirgan, ko'plab xavfli vaziyatlarni sodir etgan jamoa mag'lubiyatga uchraydi. Bu juda alamli edi. Kimdir hakamni chiroyli so'zlar bilan siylagan, kimdir esa trenerni. Abramovning masalasi o'sha kuni hal bo'lgan deyishadi. Bunyodkorda trener bo'lib ishlayotgan Mirjalol Qosimov milliy termaga bosh murabbiy etib tayinlanadi. Bu Qosimovning terma jamoaga ikkinchi kelishi edi. Ikkinchi o'yin Livanda bo'lib o'tdi. Avvaldan outsider hisoblangan jamoa bilan bor yo'g'i durang o'ynaldi. Bu o'sha saralashda trener Mirjalol Qosimov boshqaruvidagi birinchi o'yinimiz edi. 12-daqiqada Hasanovning urgan goliga mezbonlar birinchi taymning o'zida javob qaytarishadi. 1-1. Qimmatli 2 ochko yo'qotiladi. Guruhda 5 ta jamoa bo'lgani bois 12-iyundagi turni jamoamiz o'tkazib yuboradi. Sentyabrda Toshkentda Janubiy Koreya bilan o'yin bo'lib o'tadi. Birinchi taymda ikkala tarafdan avtogol, ikkinchi bo'limda tomonlardan yana bittadan haqiqiy gol. Yakuniy hisob 2-2. Jamoamizdan Sanjar Tursunov raqib darvozasiga to'p kiritadi. Sanjarning keyingi turda Dohada urgan gol esa jamoamizga g'alaba keltiradi. O'shanda O'zbekiston jamoasi Qatarni mag'lub etib, saralashning o'rtasida 5 ochko bilan jadvalning 3-pog'onasida joylashadi. 4 ta turdan keyingi jadvalga qaraymiz. Yuqori 2 o'rinda Janubiy Koreya va Eron 7 tadan ochko, 3-O'zbekiston 5 ochko. 4 va 5 o'rinlarda Qatar va Livan 4 tadan ochko. Ko'rinib turibdiki, jamoamizning holati hali unchalik xavotirli emas edi. Hali yana 4 ta o'yin bo'lib, yo'llanma uchun kurashsa bo'lardi. 5-turda O'zbekiston milliy termasi Eronga safar qildi. Ozodiy arenasidagi o'yin jamoamizning g'alabasi bilan yakunlandi. 71-daqiqada standart vaziyat golga olib keldi. Server Jeparovning uzatmasini Ulug'bek Baqoyev darvozaga yo'lladi va bu gol jamoamizga qimmatli 3 ochkoni olib keldi. Shu turda Koreya o'ynamaganini hisobga olsak, O'zbekiston 8 ochko bilan birinchi o'ringa chiqib oladi. Ajoyib. Keyingi o'yin yangi ochilgan Bunyodkor stadionida bo'lib o'tdi. 2013-yil 26-mart O'zbekiston Livan. O'yinga qiziqish dahshat edi. Jamoamiz birinchi o'rinda, yangi stadion, bahor kelgan, kunlar iligan, kayfiyat a'lo. Kassalarda bilet topib bo'lmaydi. Qo'lda osmon narxiga chiqib ketgan. Uchrashuvda minimal hisobda g'alabaga erishildi. Jeparovning zarbasi rikoshet bo'lib darvoza to'ridan joy oldi. Taka bo'lsin, sut bersin. 1-0. Muhimi yutuq edi. O'zbekiston yana 3 ochkolik bo'ldi. Shu turda Koreya Qatarni dedi, 10 ochko jamg'aradi. O'zbekiston esa 11 ochko bilan birinchi o'rinda joyini saqlab qoladi. Turni o'tkazib yuborgan Eronda esa 7 ochko bor edi. Aytganday, O'zbekistonga mag'lub bo'lgandan keyin Eronda muxlislar kayfiyati juda yomon. Mundial yo'llanmasi qo'ldan ketdi degan fikr yoyildi degan xabarlar tarqalib ketgandi. Eron jamoasida chindan ham imkoniyatlar juda pasayib ketgan. Qolgan 3 ta o'yinning hammasida g'alaba qozonishi zarur edi. Yana oxirgi turda Eronni safarda Janubiy Koreya jamoasiga qarshi o'yin kutib turgandi. Navbatdagi turda O'zbekiston o'ynamaydi. Eron mehmonda Qatarni 1-0 ga yutadi. Bayrutda Livan bilan Janubiy Koreya durang o'ynaydi. 1-1. O'sha paytdagi jadvalga qaraymiz. Birinchi o'rinda Janubiy Koreya 6 ta o'yin 11 ochko. Ikkinchi O'zbekiston 6 ta o'yin 11 ochko. Uchinchi o'rinda Eron 6 ta o'yin 10 ochko. Qatar va Livanda 7 tadan o'yin bo'lib, mos ravishda 7 va 5 ochko bor edi. Oxirgi o'yindan oldin 7-turda jamoamiz Koreyaga safar qildi. Raqibning kuchliligi va guruhda favorit ekanini hisobga olganda bizga durang ham zo'r natija edi. Hech bo'lmaganda 1 ochko olish ustuvor vazifa shu edi. Bu o'yinni muxlislarimiz unutmagan bo'lsa kerak. Seulda yomg'ir ostida o'tgan uchrashuvda bitta xato hamma rejani barbod qildi. 43-daqiqada Akmal Shorahmedov avtogol urib qo'yadi. Jamoamiz ikkinchi taymda vaziyatni o'zgartira olmaydi. O'sha gol o'yinda yagonaligicha qoladi. Muhim uchrashuvda alamli mag'lubiyat. Saralash o'yinlar yakuniy va hal qiluvchi bosqichga o'tganda bu juda katta yo'qotish edi. Esimda, bu natija yurtimizda katta negativni keltirib chiqargandi. Muxlislarning qahri g'azabi cheksiz edi. Hamma internetga joylashib olgan. Fikr va izohlarga hatto fil ham ag'anardi. O'zbekiston milliy termasi atrofidagi ruhiy muhit o'ta yomon edi. Shu turda Eron termasi Livanni yirik 4-0 hisobida mag'lub etadi va ochkolarni 13 taga yetkazib oladi. Guruhda endi faqat bitta tur o'yinlar qolgandi. Mana bu oxirgi tur oldidan guruh jadvali. Jamoalar holatiga qaraymiz. Demak, birinchi o'rinda Janubiy Koreya 4 ta g'alaba, 2 ta durang, bitta mag'lubiyat. To'plar farqi +7, 14 ochko. Ikkinchi Eron 4 ta g'alaba, bitta durang, 2 ta mag'lubiyat. To'plar farqi +5, 13 ochko. Uchinchi o'rinda O'zbekiston 3 ta g'alaba, 2 ta durang, 2 ta mag'lubiyat. To'plar farqi +1, 11 ochko. Yo'llanma uchun kurash masalasida jamoamiz yoshlar jargoni bilan aytganda hali ham temada edi. 4-o'rinda Qatar
7 ochko, yo'llanmaga imkoniyati qolmagan. 5-chi esa Livan 5 ochko bilan va hamma uchrashuvni o'tkazib bo'lgan. Oxirgi turga Koreya, Eron, O'zbekiston, Qatar o'yinlar belgilangan edi. Shu turishda O'zbekiston kamida play-offni naqd qilib bo'lgandi. Lekin to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma uchun imkoniyat ham bor edi. Buning uchun esa bir nechta variant mavjud edi. Birinchisi, O'zbekiston Qatarni yutadi, Koreya esa Eronni. Istagan hisobda to'plarning farqi umuman ahamiyatsiz. Shunda koreyslarda 17, O'zbekistonda 14, Eronda 13 ochko bo'ladi. Jamoamiz ikkinchi bo'lib mundialga chiqadi. Boshqa variantlar: O'zbekiston Qatarni yutib 14 ochkolik bo'ladi. Koreya va Eron durang o'ynaydi. Koreyada 15, Eronda 14, O'zbekistonda ham 14 ochko bo'ladi. Shu ikki jamoada g'alaba, durang va mag'lubiyatlar soni ham tenglashadi. Endi to'plar farqi masalasi birinchi planga chiqadi. Eron durang o'ynasa to'plardagi +5 farq saqlanib qoladi. Bu holatda O'zbekiston uchun Qatarni mavjud +1 ni hisobga olsak, kamida 4 ta gol farq bilan yengish talab etilardi. Agar shunda ham Koreya, Eron yirik hisobda durang o'ynamasa. U yog'iga raqamlar hisob-kitobi va bir necha faktorlar hisobga olinadigan tavakkal holat. Uchinchi variant ham shunga o'xshash. O'zbekiston Qatarni yutib 14 ochko yig'adi. Eron esa Koreyani minimal hisobda yengadi. Eronda 16 ochko bo'ladi, birinchi o'ringa chiqadi. Janubiy Koreya va O'zbekistonda 14 tadan ochko bo'ladi. Bunda ham to'plar farqi hisoblanadi. Bu holatda koreyslarda to'plar farqi +6 bo'lishini hisobga olsak, O'zbekiston Koreyadan o'tib ketish uchun Qatarni 6 ta gol farqi bilan yutishi kerak bo'ladi. Bu O'zbekistonga har qanday oqibatda kafolatli variant edi. Ya'ni Qatarni 6 ta gol farqi bilan yutish. O'yinlar bitta paytda o'tkazilishini inobatga oladigan bo'lsak, O'zbekiston terma jamoasi uchun bitta qat'iy va aniq vazifa shu bo'lishi kerak edi. Oxirgi tur O'zbekiston Qatar. O'yin avvaldan yomon ssenariyda ketdi. Qatar birinchi bo'lib gol urdi. Yirik hisobda yutishing kerak bo'lganda birinchi bo'lib gol o'tkazib yuborsang. Ikkinchi taymda O'zbekiston bunga javoban 5 ta to'p kiritdi. Yakuniy hisob 5-1. O'zbekistonda 14 ochko, to'plar farqi +5. Koreyada ham o'yin tugaydi. Eron 1-0 hisobida yutadi. Va biz uchun eng yomon ssenariy ro'y beradi. Bu ehtimolni tepada aytgandik. Yakunda Eronda 16 ochko, Koreya va O'zbekistonda 14 tadan. Koreyslar bilan bizda g'alaba, durang va mag'lubiyatlar soni bir xil bo'lgani bilan Koreyada to'plar farqi +6, O'zbekistonda +5 bo'ladi. Janubiy Koreya jadvalda 2-chi, O'zbekiston esa 3-chi o'rinni oladi. Jamoamizga 2 ta gol yetishmadi. Shu joyda ozgina chekinish qilsak, o'sha saralash davriga qaytilar ekan, ko'p voqealar yodga tushadi. O'zbekiston guruhdan mundialga chiqa olmaganda internet sahifalarida, futbol saytlarida tanqid kuchayib ketgandi. Trener Mirjalol Qosimov nishon ostida qolib ketgandi. Bu tushunarli. Jamoa natijasi uchun avvalo murabbiy javob beradi, lekin orada boshqa voqealar ham bo'ldi. Federatsiya rahbari shaxsan o'zi trenerni himoya qilishga o'tdi va tanqidchilar hujumga uchradi. 22-iyul dushanba kuni futbol haqidagi ko'rsatuvda o'sha shaxsning o'zi 1 soatga yaqin suhbat qildi va 4 ta jurnalistning ism-familiyasini aytib, mavzuni boshqa tarafga burdi. Bu terma jamoa va trenerni tanqid qilishga qo'yilgan norasmiy taqiq edi. Undan 2 kun avval 20-iyul kuni shanbada Mash'al radiosida men tayyorlagan jarayon eshittirishi efirga ketmagan, chiqarishmagan. O'sha mavzu ham terma jamoaning saralashdagi ishtiroki haqida edi. Eshittirish tinglovchilarga yetib bormagan. Demak, Osiyo play-offida O'zbekiston narigi guruhda 3-chi bo'lgan Iordaniya bilan o'ynaydi. Bu saralashdagi 5-raund edi. Dastlab 6-sentyabrda Ammondagi uchrashuvda raqiblar 30-daqiqada hisobni ochadi. Oradan 5 daqiqa o'tib, Sevri Jepar hisobni tenglashtiradi. Yakuniy hisob 1-1. 4 kun o'tib Toshkentda javob uchrashuvi bo'lib o'tadi. O'sha paytda ham stadiondagi muhitni ko'rib, g'alati hislar paydo bo'lgandi. Arena tomoshabinga to'lmagandi. Ma'lumotlarni qaradim. 25 ming atrofida muxlis tushgan ekan. Play-off bo'lsa, birinchi o'yindagi durangdan keyin raqibdan o'tishga imkoniyatlar saqlanib qolgan bo'lsa, stadion esa 3 dan 1 bo'sh edi. Tag'inam avvalgi 56 minglik Paxtakor o'yingohi emas. Fikrimcha, o'shanda muxlislar futboldan ancha bezillagan, milliy termaga nisbatan sovugan paytlar bo'lgan. Kelishni istaganlar kelgan, tashqarida birov qolib ketmagan. Tribunada bo'sh joy ko'p edi. Asosiy va qo'shimcha vaqtlarda yana 1-1 bo'ldi. O'yin avvalidayoq bizdan Anzur Ismoilov gol urdi. Taym oxirida raqib hisobni tenglashtirdi. Qo'shimcha vaqtda hech narsa o'zgarmadi va penaltilarga o'tildi. Jamoamizda birinchi zarbada Odil Ahmedov gol ura olmadi. Orada raqiblar ham bitta adashdi. Shu bilan tomonlar jami 20 ta penalti tepdi. Birinchi xatogacha davom etdi. O'yinda gol urgan Anzur Ismoilov o'zining galida to'pni to'g'ri darvozabonga yo'lladi. Mag'lubiyat. Iordaniya jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurashni davom ettiradigan bo'ldi. Noyabrda OFK va CONMEBOL vakillari mundial yo'llanmasi uchun play-offda qatnashdi.
Iordaniyadagi o'yinda Urugvay raqibiga umuman imkoniyat qoldirmadi. Javobsiz 5 ta gol urdi. Montevideodagi uchrashuvda hisob ochilmadi va Urugvay jahon chempionatiga yo'l oldi. Osiyo vakili 5-yo'llanmani qo'lga kirita olmadi. Shu bilan Osiyodan 4 ta jamoa A guruhidan Eron va Janubiy Koreya, B guruhidan Yaponiya va Avstraliya jahon chempionatiga chiqdi. 2014-yilning yozida Braziliyaning 12 ta shahridagi 12 ta stadion mundialga mezbon bo'ldi. Osiyo jamoalarining 4 talasi ham guruhlarda oxirgi o'rinni oldi. Finalda Germaniya va Argentina termalari uchrashdi. Chempion masalasini bitta gol hal qildi. 113-daqiqada Mario Götze kiritgan to'p Germaniyaga tarixdagi 4-jahon kubogini olib keldi. Braziliya 2014 saralashi O'zbekiston terma jamoasi. Bugungi suhbatimiz shu mavzuga bag'ishlandi. Men esa hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Nasib qilsa yana ko'rsatuvlarimizda ko'rishamiz. Omon bo'ling.